qanday qilib procrastination, ya'ni ishlarni ortga surish odatini yo'qotish mumkin? Inson har kuni minglab qarorlar qabul qiladi. Miyamiz har bir qaror qabul qilganda, har bir ikkilanishda qo'shimcha energiya sarflaydi. Shu sababdan tanamiz bizni komfort zonaga qarab itaradi. Mana shu paytda biz trenirovkani qoldiramiz, vazifalarimizni kechiktiramiz va qilish kerak bo'lgan ishlarni ortga suramiz. Bu jarayon procrastination deb ataladi. Bu odatni yo'qotish uchun 3-2-1 deb nomlangan juda ham zo'r usul mavjud. Ya'ni 3 dan 1 gacha sanaysiz va qilishingiz kerak bo'lgan ishni 1 deganda sirazi boshlab ketasiz. Masalan, ertalab o'rningizdan turishingiz kerak. 3-2-1 sirazi uyg'onib o'rningizdan turasiz. Oldingizda bir talay vazifalaringiz turibdi, qilishingiz kerak bo'lgan. Lekin siz reels ko'rib o'tiribsiz. Ortga suryapsiz. 3 dan 1 gacha sanaysiz. 3-2-1 sirazi vazifalaringizni qilishga o'tasiz. Bu narsa juda ham oddiy tuyulishi mumkin, lekin amalda bajarib ko'rsangiz, albatta natijasini ko'rasiz. Let's go.